Salom jigarlar. Bugun sizlar bilan yana DLC Atletico Madrid jamoasiga qarshi O'zbekiston jamoasi o'yin boshlandi. Jamoalar stadionga kirib kelmoqda. Juliano Alvarez, Mbappe, Salah. Raqib jamoa stadioni o'yinchilar tayyorgarlikdan so'ng boshlandi. 2-4-4-1 3-2-1-4-1. Oxiri har doimgidek darvozabonlar. O'yin boshlandi. Mbappe Modricga pas. Modric Harry Kane'ga berdi. Harry Kane Mbappe'ga berish kerak. Mbappe mana bu yerda o'tib ketdi. Mbappe zarba. Sal pal noaniq edi. Oblak to'p oldida. To'pni o'yinga kiritib berdi. Lenormand, Llorente, Vinicius Junior pas berdi Mbappe'ga. Mbappe'dan himoyachilar to'pni olib qo'ydi. Saliba to'pni yon chiziqdan tashlab beradi. Harry Kane. Marquinhosga pas. Marquinhos Salibaga. Saliba Van de Ven to'pni olib qo'ydi. Yaxshi. Van de Ven Vinicius Juniorga pas berdi. Vinicius Junior yetib oladimi? Yetib bordi. Ichkariga uzatma. Salpa kuchliroq ketdi. Yana Vinicius Junior, yana himoyachi Llorente. Ajoyev to'pni olib ketdi. Llorente, Lenormand, Oblak, Kok. Modric to'pni olib qo'ydi Kokdan. Bernardo Silvaga pas berdi. Bernardo Silva Mbappe'ga pas. Mbappe ajoyib o'tib ketdi. Mbappe zarba. Gol. Juda sodda, sekin gol. Qani qaytadan ko'ramiz. Bernardo Silva pas berdi. Mbappe tashlab qo'ydi va gol. Bruno. Mbappe 23-daqiqada hisobni ochdi. Muhammad Salah. Bernardoga pas. Bernardo Mbappe'ga berish kerak. Mbappe to'pni oldida. Mbappe. Voy. Himoyachilar bugun kuchli. Vinicius Junior. Van de Venga pas. Van de Ven olib qo'ya oladimi? To'p yonchiqni tashlab beriladi. Harry Kane'ga. Harry Kane. Shu yerdan zarba berdi Harry Kane. Voy. Darvoza to'sig'iga tekkan to'p hammani lahzaga soldi. Harry Kane yana tepmoqda. Harry Kane zarba. Noaniq edi. Ikkita zarba, 0 gol. Kyle Walker. Mbappe'ga pas. Mbappe. Bu yerda fintlar qilib o'tib ketish kerak. Mbappe fintni juda kech amalga oshirdi. Bernardo Silva bu yerda qoidani buzdi. Kok. Mbappe to'pni olib qo'ydi. Mbappe Bernardo Silvaga pas. Bernardo Silva Muhammad Salahning yo'liga pas berish kerak. Muhammad Salah to'pga yetib bora oladimi? Yo'q. Ruggeri to'pni egallab oldi. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. 1-0 hisobda. O'yin boshlandi. Hanko. Muhammad Salah to'pni undan olib qo'ydi. Bernardoga pas. Muhammad Salah pas juda sekin edi, ammo pressing. Bernardo Silva pressingda kuchli. Kyle Walker shu yerdan tepdi. Ammo noaniq edi. Chunki bu himoyachi. Oblak Normandga pas. Mbappe pressing o'tkazmoqda. Kyle Walker Bernardo Silvaga pas. Bernardo Silva zarba. Oblakdan save. Hisob 60-daqiqaga kelgunicha 1-0 edi. Juliano Vinicius Junior. Bu yerda kontakt umuman yo'q. Muhammad Salah to'pni oldida zarba. Aniq.
Afsuski, bu zarbani golga yo'naltirish ham qiyin edi. Chunki eng yosh, eng kuchlilardan bo'lib kelayotgan Oblak darvozada turgan edi. Griezmann zarba! Alisson uni save qilib qutqarib qoldi. Saliba zarba, noaniq pas. Mbappe Bernardo Silvaning yo'liga tashlab berish kerak. Aniq pas. Kyle Walker to'pni ola olmadi. Bu yerda Vinicius Junior to'pni olib qo'ydi. Mbappe pas. Muhammad Salah ochiq joyga o'tib ketdi. 3 ta himoyachi bor. Muhammad Salah zarba. O'xshamagan. Save. Ammo darvozabon yaxshi save qildi. Yana Muhammad Salah Mbappe pasiga o'tib ketmoqda. Bu yerda kontakt yo'q, chunki to'pga o'ynaldi. Mbappe to'pni olib qo'ydi, ammo do'sti uchun qasos oldi. Gimenez bilan Normand almashdi. Hansi Yoko. Bernardo Silva. Hop. Fintlar qilmoqda edi, ammo Kokening oyoqlari uzunligi hamda reaksiyasi bor. Bernardo Silva Mbappe'ga pas berdi. Mbappe Vinicius Juniorga pas o'tmadi. Hisob 90-daqiqaga kelmoqda. To'p Mbappe'da. Mbappe bu yerda qo'yda buzilganga o'xshadi, ammo qo'yda buzilmabdi. Hakam o'ynavering deyapti. Muhammad Salah Kyle Walkerga pas. Kyle Walker ichkariga berish kerak. O'yin tugadi. Hisob 1-0. O'zbekiston klubining ajoyib g'alabasi. O'yin yulduzi kimligini hozir bilib olamiz. O'yin yulduzi Kylian Mbappe. Xayr, sog' bo'ling, like bosing.